Assalomu alaykum hurmatli musofirda yurgan akalarim ukalarim. Yaxshimisizlar, tanijonlari sog'mi, omonmi? Mana sizlarga yangi vakansiya, yangi ish o'rinlari chiqarishni biz davom etamiz. Bu safar ham chiqargan edim, bir zimni angar qilindi berib, pechkalar qo'yilib, issiqqina berib. Bitovka skladga ishga taklif qilib qolamiz. Bitovka taxlash eng arzoni 8200 rubl mana bitovkalar. O'zimizda O'zbekistondan kelganlar, Rossiyadan kelganlar hammasi she'rga ishda olib boryapti. Yuringlar, hozir kiramiz ichkarida hozir. Pognali. Mana o'zi aka-ukalarim ish jarayonini mana o'zi ko'ramiz. O'zlaringiz xulosa olasizlar. Kelinglar qani. Assalomu alaykum. Qanday? Sog'lik yaxshimi, tinchmi? Charchamay, zerikmay. Qayerdansiz? Surxondaryodan. Surxondaryo? Qancha bo'ldi kelganingizga? Men kelganiga 5 yil bo'ldi. 5 yil. Oylik vaqtida beradimi? Oylik chotka vaqtida beradi. Primerni mana shu oy qancha oylik oldingiz? 240 ming. 240 ming? 100 ming. 100 ming. Ber qanday? Bu yoqqa issiqqina. Issig'i? Bitta qishga ham ber issiq, mana ko'cha sovuq ber issiq, shundaymi? Atapleniya ishlayapti. Atapleniya bor. Bor. Gap yo'q. Omadingizni bersin, gazini bo'lsin. Mana dalchi ketaveraylik, qani, ketdik. Dalchi, ketdik. Pagnali. Hozir bo'lsin. Hozir ketamiz. Bir bo'lsin. Mana aka-ukalarim, bu yerda hamma narsa tayyor holatida keladi. Bitta piramidaga, bitta bitovkaning narsasi beradi. Hammasi par razmer kesilgan, doskalarigacha, tomigacha, pol patolog hammasi par razmer kesilgan beradi. Mana. She'r taqilyapti bular. Mana ish gavjin chiqdi. Urman. Buning yerda qanday ishlar? Sog'lik yaxshimi, tinchmi? Qayerdansiz? Jizzaxdan. Jizzax? Qancha bo'lib kelganingiz? 1 oy. 1 oy bo'ldi. Ish og'irmasmi? Og'irmas. Joy qanday? Issiqmi? Issiq, normal. Issiq ham bittani futbolkachaga, jemperchaga. Tamam? Ish og'ir bo'lmasa, gazini bo'lsanglar. Bo'ldi, mana ketamiz o'z dalchi, yana ketamiz bu yerga. Keling qani bu yerga. Keling. Qanday ishlar? Sog'lik yaxshimi? Qayerdansiz? O'zbekiston, Jizzaxdan. Qancha bo'ldi kelganingizga? 1 oy bo'ldi. 1 oy, sizga ham 1 oy, ha? Ish og'ir emasmi? Yo'q. Yaxshimi? Yaxshi. Joy issiq, ha? Joy sharoit zo'r. Sharoit zo'r. Hamma sharoit bor. Hamma sharoit yetadi. Gazini bo'lsing, bo'lmasa. Omadlaringizni bersin. Dalshingiz ketaveramiz bu yerda. Qani, bu yoqdan keladi, qani. Aka. Aka. Birodar. Birodar. Keling qani. Nima yo'lasiz intervyuda? Mayli, bu yoq yo'labdim. Mana aka-ukalarim qo'ldan ketsa agar bitovka skladga bu yerda ustochilikdan xabari bo'lsa, mana asosiy qiladigan ishlar shu bu yerda. Mana даже ruslar kelib ishlayapti, ruslar kelib ishlayapti. Mana ular rus hammasi. Aka-ukalarim. Hozir dalchi ketamiz o'zi. Aka-ukalarim, opa-singillarim, bemalol mana ishonarli. Hozir rahbarda nomerini qo'yaman. Ustochilikdan xabari bor odam bo'lsa, bemalol joy mana erta, mana o'sha qish, ko'chaga qor yog'yapti, yomg'ir yog'yapti. 22-noyabr mana bugun 2025-yil. Mana yangi yil ham kelib o'tiribdi. Bu yerda samniy glavniy joyimiz issiq. Xo'p, yurakda o'tib bor aka-ukalarim bo'lsa agar, patentlari bo'lsa, registratsiyalar tayyor bo'lsa agar, bemalol kelishlari mumkin. Adresimiz Podmoskva, Sholkiskiy rayon, Derevni, Bogoslovo. Rahbarda nomerini qo'yaman. Bir xil ko'p kishi mana kommentariyaga yozyaptiki, aka bu ruscha gaplashamaymiz. Pastdagi nomer meniki 37. Men o'zim nomerimni qo'yaman pastga. Bemalol telefon qilasizlar, gaplashamiz, kelasizlar. Aka-ukalarim, kanalni ko'rayotgan bo'lsangiz, bemalol sizdan bitta podpiska, bitta like bosib yoraylik. Obuna tugmasini sizlarga yangi videolarni chiqaryapmiz. Tanijonlari sog' bo'lsin.
Aka ukalarim, yana bir narsani aytish esimdan chiqdi mani. Agar prямо O'zbekistondan keladigan aka ukalarim bo'lsa agar, polni patentiga, registratsiyasiga, barcha hujjatlarga yordam beradi ishxona. Keyin oylikdan keyin saqlanib qolinadi. Xo'p, yurakda o'tib bor aka ukalarim bo'lsa, O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Turkmaniston, qayer bo'lsa ham farqi yo'q, Qirg'iziston bemalol qo'yilgan raqamlarga telefon qilasiz, kelasiz, patentlaringizga, registratsiyalaringizga, barcha hujjatlaringizga ishxona yordam beradi aka ukalarim. Tanijonlari sog' bo'lsin, omon bo'lsin, bitta podpiska, laykni bosamiz. Sog' bo'linglar.